Har bir ota-ona o'z farzandini kuchli universitetda o'qitishini va o'z sohasida eng yaxshi mutaxassis bo'lishini istaydi. Chunki to'g'ri tanlangan oliy ta'lim kelajakdagi muvaffaqiyatli sohani poydevori hisoblanadi. Millat umidi asoschisi sifatida siz ota-onalarga nega aynan farzandingiz bizni universitetni tanlash bo'yicha 5 ta aniq sabab aytaman. Birinchisi, aynan Millat umidi universitetida o'qigan talabalarimiz bizni talablarimizga javob bersa, 100% ish bilan ta'minlanadi. Albatta, ular nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ikkinchidan, biz xalqaro tashkilotga a'zo bo'lganligimiz tufayli bizni talabalar dunyodagi 500 ta universitetda almashinuv ta'lim yo'nalishida o'qishlari mumkin. Va albatta bu ularga xalqaro tajriba va juda ham ko'p imkoniyatlar eshigini ochadi. Uchinchidan, har bir yo'nalishdagi talabalarimiz nafaqat diplom bilan, balki-da xalqaro sertifikatlarni olish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Va bu albatta talabalarimizning kasbiy qiymatini bir necha barobarga oshiradi. To'rtinchidan esa buni bu yil kiritdik. Har bir talabamiz o'z startapi va g'oyasi bo'lsa va ular talabalar orasida yutib chiqsa, bizning universitetimiz tomonidan ajratilgan jamoa ularga imkoniyatlarni yaratadi va moliyaviy qo'llab-quvvatlanadi. Beshinchidan esa buni doim aytib o'taman, global insonga aylanish uchun yoshlarimiz safar qilish kerak. Aynan Work and Travel dasturi bo'yicha bizni universitetimiz talabalarga juda ham ko'p imkoniyatlarni yaratadi. Farzandingiz kelajagini mahalliy bozor bilan cheklamay, xalqaro bozorda ko'rishni istasangiz, Millat umidi universiteti aynan to'g'ri tanlov bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun albatta quyidagi link orqali ro'yxatdan o'ting.